Siz hayotlikdagi eng azobli ishni so'ginidan ayrilib qilish demsiz. Yo'q. Amaliyotda eng azobli bo'lgani birovni ziyoda suyib, o'zini yo'qotib qo'yishdir. Hamma ishlar hamon bir kuni yaxshi natija bilan oxirlashadi. Agar u yaxshi ishga aylanmasa, demak texi oxirlashmadi degan gap. Ziyoda charchab ketdingizmi? Demak, siz nihoyat sezgir, ojiz. O'tmishni unutolmaysiz. Kelgusini kutib qo'rqasiz. Sizga kuyinadigan odam sizni suydigan odam. Odamlar orasidagi munosabat shunchalik oddiy. Balkim eng oxirida sizga eshib qolgani qarshi tarafning do'stlar chambarkidagi bir tuz siziq bo'lishi mumkin. Cho'ng bo'lgandan keyin jamiyat menga asta-asta vafosizlikni, parvosizlikni, mas'uliyatsizlikni o'rgatdi. Azob sizni texmi kuchli, ko'z yoshi sizni texmi qaysar qiladi. Yurak og'riqi sizni texmi aqlli qiladi. Shunlashqa o'tmishingizga rahmat deyman. U sizga texmi go'zal kelgusini ko'rsatib berdi. Kishilarning ojizligi va qaysarligi doim o'zining xiyolligidan ko'p bo'ladi. Ba'zida ojizlikdan bir og'iz gapga yig'lab yursa, ba'zida tishini tishlagunicha uzun jafoliq jarayonlarni besib bo'ladi. Sizning o'zingizning hikoyasi bor. Mening o'zimning dardim bor. Mening dardimni tushunmay turib, o'zingizning hikoyasi bilan menga baho bermang. Sen bo'lmasang yashayolmayman degan kishilar yana siz yo'q yaxshi yashayotadi. Shunday emasmi? Ba'zilar shunchalik xalita. Olamcha uvolchilik qilib tinmaydi. Lekin tasalli so'zlarini anglaganda unsiz yig'laydi. O'zini qistab yutayotgan ko'z yoshlari bir og'iz tasalli so'ziga uqtirib qo'ydi. Nurg'ulg'an vaqtlarda boshqalar sizning kayfiyatingizni tushunmaydi. Uxlab qopib yig'lab ketgan vaqtlaringizdagi bechorligingizni o'zingiz tushunasiz. Odamgarchilik asta-asta yo'qolib ketayotgan bugünkidek kunda sizga yaxshi muomala qilgan kishilarni qadrlang. Ularni yo'qotib qo'ysangiz, balkim bir umr izlab o'tishingiz mumkin. Odam bir umr jafo chekmaydi, lekin bir mezgil jafo chekadi. Nurg'ulg'an kishilar bir mezgil jafo chekmaslik uchun bir umr jafo chekadi. Burun nimlarni boshdan kechirgan bo'ling, turmushingizni davomlashtirmay bo'lmaydi. Hayotda umidsizlanishdan qutulib bo'lmaydi. Lekin ko'p qism umidsizlanish o'zini ziyoda ustun chaqlashdan paydo bo'ladi.